Bolalikdan agar maqtovdan ko'ra ko'p tanqid eshitgan bo'lsa, agar bolalikda tan olinishdan ko'ra boshqalarga ko'p solishtirilgan bo'lsa, agar bolani mehnati qadrsiz qilingan bo'lsa, agar bolaga berilgan muhabbat shartli bo'lgan bo'lsa, bu inson o'zini bir umr qattiq tanqid qilib o'tadi. Shuning uchun ham har doim muhtaram ota-onalarga shuni ta'kidlagim keladiki, bolani boricha qabul qilish ota-onadan boshlanadi. Ota-ona o'zini farzandini boricha qabul qilishi, uni har qanday xatti-harakatlarini ijobiy tarafga yuksaltirib borib, tarbiya jarayonida o'rgatib borish bilan birga ana shu kamchiliklarini ham bolada borligini qabul qilish shart. Masalan, ayrim bolalar juda ham sekin harakat qilishadi. Bu uni temperamenti. Bola atayin sekin harakat qilaman demaydi. Yoki ayrim bolalar giperaktiv bo'lishadi, giperfaol bo'ladi. Mana hech qaysi bir bola ota-onamni atay xafa qilaman, biron bir joyda yugurib, yiqilib, nimanidir sindirib degan fikri bo'lmaydi. Ana shu biz bolamizni sho'xligini, o'yin qaroqligini, giperfaolligini yoki haddan tashqari sekin ish qilishini yoki bo'lmasam kayfiyati tez o'zgaruvchanligini biz qabul qilamiz va unga tarbiya jarayonida o'yinlar yordamida, ertaklar yordamida asta-sekin korreksiyalashni boshlaymiz. Mana shu korreksiyalar jarayonini biz ota-onalar bolani jazolash bilan, haqoratlash bilan, tanbeh berish bilan, boshqalarga solishtirish bilan, uni kamsitish bilan qilishga odatlanib qolganmiz. Aynan mana shu 5 ta salbiy kamchilikni tarbiyamizdan chiqarsak, yuqorida aytib o'tgandek, ertak terapiya orqali, mehr berish orqali uni korreksiyalasak, unda ijobiy natija olamiz.